Mamlakat tinchligi va osoyishtalik himoyachilarini vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda, ularda yuksak insoniy fazilatlarni mustahkamlashda Sohibqiron Amir Temur ma'naviy merosining o'rni beqiyosdir. Bojxona institutida oliy harbiy va harbiylashtirilgan ta'lim muassasalari kursantlari o'rtasida Temur tuzuklari bilimdoni ko'rik tanlovi o'tkazildi. Hozir shu haqda. Sohibqiron Amir Temur tuzuklari, hayot yo'li, harbiy yurishlari va sarkardalik faoliyati bo'yicha ishtirokchi jamoalarning bilimlarini xolisona va shaffof baholash maqsadida tanlovga Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi hamda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining tarixchilari va temurshunos olimlari taklif etildi. Bilimdonlar o'rtasida o'tkazilayotgan mana shunday ko'rik tanlovi kelajakda shu talabalarni yanada O'zbekistonning tarixi, o'zbek davlatchilik tarixi, ayniqsa Sohibqiron Amir Temur davri tarixini mukammal bilishlari uchun va o'zining yurtiga bo'lgan sadoqat, yurtni bilimdoni sifatida yana ko'zga namoyon qilishga eng muhim yo'l ochib beradigan omillardan biri deb hisoblayman. Tanlovda 8 ta harbiy sohaga ixtisoslashgan akademiya kursantlari o'zaro bellashdi. Ishtirokchilar 4 ta shart: Amir Temur harbiy yurishlari, tuzuklar bilimdoni, Amir Temur va Temuriylar davri haqidagi ilmiy va badiiy asarlarga nazar hamda buyuk Sohibqiron mening tasavvurimda shartlari bo'yicha o'z bilim va iqtidorlarini namoyish etishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra faxrli birinchi o'rinni Bojxona institutining Kadutsey jamoasi, ikkinchi o'rinni Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasining Iftixor jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, Qurolli Kuchlar akademiyasining O'zbegim jamoasi 3-o'rinni egalladi. Tadbir yakunida g'olib jamoalarga diplom hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Ushbu ko'rik tanlovda biz Sohibqiron Amir Temur bobomizning hayot yo'li va sarkardalik faoliyati, tuzuklariga oid bilimlarimizni sinovdan o'tkazdik. Nafaqat bilimlarimizni, balki ushbu musobaqa bizga yangi do'stlar orttirish va tajriba almashishga ham katta yordam berdi.